قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savaqdaşlar. Hazır biz 31-ci dərsini oxuyumuz. Bugünkü dərsimizdə öyrənməkçi bolğan məzmun hal. Hal degan nima deganda bu xuddi bizning Uyg'ur tilimizdagi holatga o'xshaydi. Ya'ni birasininki hay'atini bayon qilib beradigan so'zni biz hal deymiz arab tilida. Buning arab tilidagi o'lchamlik tunishtirilishi hal deganimiz vasfun fazlatun yuzkaru li bayani hay'ati sahibihi deydi. Özünün sahibinin, yani egisininki hay'atini bayon qilish uchun so'zlanadigan ortiqcha bir sifat. Ortiqcha sifat degani bu kamisa cümleninki ma'nosi kam bo'lib qolgan ahvol yo'q. Demak, bu sahibining hay'atini bayon qilib turdi. Masalan, buning misollarining qatoridan jaa hamidun dahikan. Hamid kulgan holatda keldi. Yu'kalul lahmu mashwiyan. Go'sht kavob qilingan holatda yeyiladi. İştaraytul kitabe mucelladen. Mucelletlik, yani tomluq kitabni tomluq holatda setib oldim. Demak, bu yerdagi kulgan holatda, kavob qilingan holatda, tom qilingan holatda degan bu so'zlarning hammasini bo'ldi holat. Ya'ni kulgan holatda degani bu kimning holatini bayon qilib berdi? Hamidning holatini bayon qilib berdi. Go'sht kavob qilingan holatda yeyiladi dedik. Bu yerdagi mashviyan kavob qilingan holat degan qaysi so'zning holati? Lahmining holati. İştaraytul kitobni sotib oldim. Mujalladan tom bo'lgan holatda. Ya'ni tom kitobni qanday qildim? Sotib oldim. Bu yerdagi mujalladan tom degan bu holat nimaning holati? Kitobning holati. Demak, qaraydigan bo'lsak, bu hallarning hammasi nima o'qildi? Zivar o'qildi. Demak, hal arab tilidagi mansubat, zivarlik ismlarning qatoridan. Endi tuvandagi misollar qaraysak, bu yerda dahikan hal, hamidcho sahibul hal, halning egisi. Shunday o, hamidni kulgan holatda keldi dedik. Endi sahibul hal bo'lgan hamidning jumladagi o'rni nima? Jaa fi'il, hamid fa'il. Demak, sahibul hal bu yerdan bo'ldi, fa'il bo'ldi. Demak, sahibul hal fa'il bo'lib kelalaydi. Ya'ni sahibul hal fa'ilmi, sahibul hal bo'lalaydi. Bu yerda yu'kalul lahmu mashwiyan desak, bu yerdagi sahibul hal lahmi nima bo'ldi jumla o'rni? Yu'kalu degan bu majhul fe'lniki naib fa'il bo'ldi. Demak, naib fa'ilmi sahibul hal bo'lalaydi. İştaraytul kitabe mujalladan. Bu yerdagi sahibul hal qaysi? Al-kitab. Demak, kitobning jumla o'rnimi? İştara fi'il tu fa'ili al-kitabe maf'ulun bih. Demak, maf'ulun bih nima bo'ldi? Sahibul hal bo'ldi. Demak, fa'il, naib fa'il, maf'ulun bih va xabar va mubtada nima bo'lalaydi? Sahibul hal bo'laveradi. Endi yana bu misollarga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi hal bo'lib kelgan so'zlar dahikan, mashwiyan, mujalladan. Hammasi nakira. Haldan bo'lish kerak, nakira bo'lish kerak. Sahibul hal qaraydigan bo'lsak, hamidun, al-lahmu, al-kitabu. Bu sahibul hallarning hammasi iniq ism ekan. Hamidmi iniq ism. Chunki bu alam xos ism. Al-lahmu alif lam bilan iniq ekan. Al-kitabmu iniq ekan. Demak, bu yer shu qoida chiqadiki, sahibul hal cho'qimni bo'lish kerak, ma'rifi bo'lish kerak. Nakira bo'lib qolsa-chu, nakira bo'lsa bo'lmamdi deganda sahibul hal yakunu ma'rifa. Sahibul hal yani halning egisi ma'rifa bo'ladi. Iniq ism bo'lishi kerak. Va qad yakunu nakira inda wujudi arba'at umur deydi. Ba'zida 4 ish topilgan vaqtda nakira bo'ladi. Tuandagidek 4 ish ahvolda, 4 xil ahvolda sahibul hal nakira kasi bo'ladi. Buningki birinchisi an tataqaddama alayha al-hal. Yani hal uning ilgari bo'lgan vaqtida. Ya'ni hal sahibul halni ilgari kelgan vaqtida sahibul hal nakira kasi bo'ladi. Masalan, ja'ani sa'ilan talibu. Ja'ani sa'ilan talibun. Keldi menga so'g'an holatda bir o'quvchi desam, bu yerda talibun sa'ilanning misolida sahibul hal, holatning egisi.
sailen halet oldu. Demek bu yerde sahibul hal nekir geldi. Nima uchun? Halet sahibul haldan ilgir kelgan vaqtida sahibul hal nekir kelsa bo'ladi. İkincisi yuhassasa bi vasfin aw idafa. Xaslassa. Ya'ni sahibul hal xaslashgan vaqtida. Xaslashish nima bilan bo'ladi? Ya idofat. Uni mudaf qilish bilan yoki sifatlash bilan, uni mavsuf qilish bilan xaslashadi. Masalan, Ja'ani talibun. Mana bir o'quvchi keldi desam, bu om bo'lgan, umumiy bo'lgan bir ism. Endi buni xaslash kerak, sifat bilan yoki idofat bilan. Buni sifat bilan xaslasak, talibun mujtahidun desak, tirishchan o'quvchi desak, buningdan tirishchan emas o'quvchilar chiqib ketdi. Demak, tirishchanlik bilan bu o'quvchini xasladik. Demak, mana shunga o'xshash xaslansa sahibul hal nakira kelsa bo'ladi. Shunga deymiz, ja'ani talibun mujtahidun musta'dinan. Tirishchan o'quvchi mendan ruxsat so'ragan holatda keldi. Üçüncüsü yasbiqahu nafyun aw nahyun aw istifham deydi. Yani cümlenin beşiga ya nefi kelgan bo'lsa, yoki nahi kelgan bo'lsa, yoki istifham kelgan bo'lsa, sahibul hal nakir kelsa bo'ladi. Masalan, ma ja'al yawm ahadun mutaakhira. Bugün hech kim kechikib kelmadi. Kechikkan holatda qanaqamidi? Kelmadi. Bu yerdagi mutaakhiran hal oldi, ahadun sahibul hal oldi. Demek ahadun nekira. Nima uchun? Bu jumlaning beshiga nefi kelganligi uchun sahibul hal nekir kelsa bo'ladi. To'rtinchisi an takuna al-halu jumlatan maqrunatan bil vav. Ya'ni hal ba'zida mufrad bo'ladi, ba'zi jumla bo'ladi. Ba'zida jumla ismiya bo'ladi, ba'zida jumla fi'liya bo'ladi. Hal jumla bo'lib, ya'ni vav bilan birga kelgan bo'lsa, vahiya deganga o'xshash. Bu vaqtda sahibul hal nekir kelsa bo'ladi. Buning misoli mashqimizda chiqadi. Bugungi darsimizdagi asosliq mazmun shu, qolgan mazmunlarni biz mashqni ishlash jarayonida o'rganib boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizga kiraylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul hadi va 31 dars o'qituvchi. Malaka mut'aban ya Ahmad. Ey Ahmad, nim bo'ldi sana herib ketibsa? Malaka degan nim bo'ldi sana? Mut'aban degan gap horg'in. Malaka mut'aban, malaka hazinan, malaka maridan. Nim deb keyniga qanday so'zni qo'ysak bo'ladi? Nim bo'ldi sana herib ketibsa, nim bo'ldi sana g'amkin ko'rinsa, nim bo'ldi sana kasallik qopsa, ishlasak bo'ladi. Ey Ahmad, nim bo'ldi sana herib ketibsa? Mut'aban degan charchagan, harg'an. Sami'tu ranina al-jarasi wa ana fi ghurfati faji'tu musri'an fata'ibtu. Qo'ng'iroq chilingan ovozini angladim. Raninin gap qo'ng'iroq chilingan ovoz. Qo'ng'iroq chilinganni angladim. Men g'urfatim, ya'ni yatag'imdagi holatimda. Men yatag'imdagi holatda qo'ng'iroqning chilinganini angladim. Faji'tu. Mendagi fa sababiyat, ya'ni shuning uchun deb tarjima qilamiz. Shuning uchun ji'tu musri'an. Oldirgan holatda keldim. Fata'ibtu. Shunga herib ketdim. Ayna Samir? Samir qayerda? Da'at sa'atuhu fa kharaja yabhathu anha. Onun saati yutib ketdi, uni izlab chiqdi. Wa ayna Zuhayrun wa sadiqahu? Zuhayr va uning do'stlari qayerda? Ra'aytuhum kharijina min al-mat'am. Ularni oshxonadan chiqayotgan holatda ko'rdim. Kharijin ko'rdim. Ularni kharijina chiqayotgan holatda ko'rdim. Iqra'il ayata ya Ahmad. Ahmad oyatlarni o'qing. Yaqifu Ahmad. Ahmad o'tirdi. Iqra jalisan. O'tirgan holatda o'qing. Uhibbu an aqra'a waqifan. O'tirgan holatda o'qishni yaxshi ko'raman. Yasta'izu va yubasmilu. A'udhu billahi va bismillah deydi. Robbighfirli va livalidayya va liman dakhala baytiya mu'mina. Ey Rabbim, ighfirli, mening mag'firat qilgin, mening ota-onamni mag'firat qilgin va mening uyimga mu'min holatda kirgan kishini mag'firat qilgin. Nima demak, mu'minan nima bo'ldi? Hal. Waja'u abahum 'isha'an yabkun. Waja'u keldi ular abahum dadalariga isha kashlikda yabkun yig'ilgan holatda keldi. Yig'ilgan holatda keldi. Alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum uluf.
Kömüdüңüzmü özünlərinin yurtlarından çıqqan kişilərini? Vahum uluf. Ular minlarca bolğan halətdə. Minlarca halətdə. Vahum halət əməyədi ki. Ular minlarca halətdə yurtlarından çıqqan kişilərini kömüdüңüzmü? Eyuhibbu ahadukum ey ye'kule lahmi akhih. Sizlərning biranglar qarindişinin go'shini ülek halətdə yeyishni yaxshi ko'ramdi. اقرأ الحديث يا علي. علي حديث نوقو. عن أبي موسى الأشعري قال أبي موسى الأشعري dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. Agar bir banda kesel bo'lib qolsa yoki safar qilsa, yezildi u banda uchun muqiman, muqim turgan, sahihan, saq holatda qilgan, ma kana ya'mal degan gap, amal qilgan. Nadikama allazi manasta. Amal qilganning o'xshi yezildi. Yani onun uchun saq, muqim turgan vaqt qilganning o'xshi yezildi. Ya'ni muqiman, sahihan bo'ldi holat. İqra'il beyte ya Aba Bakr. Aba Bakr şiirini o'qing. Beyt degan şiir degan gap. Hatta mata anta fi lahwin wa fi la'bin wal maut nahwaka yahwi fatihan fahu. Hatta mata qachongacha sen uyun tamasha ichida, lahv degan gap tamasha, la'b degan gap uyun. Lahv la'b bo'lsa uyun tamasha. Qachongacha uyun tamasha ichida vel mautu nahvaka yahvi fatihan fahu. Ve ölüm nahvak degan gap sen tarafga yahvi tiz keldi. Havo degan gap tiz keldi, yahvi tiz keldi. Tiz kelayotidi fatihan ochqan holatda ig'zini. Yani ölüm sen tarafga ig'zni ochqan holatda tiz kelayotidi. Yarinnul jarasu ve yakhrujul mudarrisu qailan. Qo'ng'iroq chalindi va o'qituvchi degan holatda chiqib ketadi. Vaffaqakumullahu vassalamu alaykum va rahmatulloh. Alloh sizlarga muvaffaqiyat ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugungi darsimizda holning misollarini aytib ko'p. Birinchisi ko'nikma. Ajib anil as'ilatil atiyah. Tundagi savollarga javob bering. Bu sizlarga topshiriq mashq. Limaza kana Ahmad muta'aban? Nimishqa Ahmad herib ketgan edi? Limada kharaja Samir? Samir nimishqa chiqib ketdi? Manillazi qara'al bayt? She'rni o'qigani kim? Bunga arabcha tekstga asosan javob bersizlar. Ikkinchisi, ji'tu musri'an. Ji'tu musri'an. Keldim oldirgan holatda. Bu yerdagi musri'an nima bo'ldi? Hal bo'ldi. Sahibul halchu tu keldim men oldirgan holatda. Hal degan nima? Al hal vasfun fadlatun yuzkaru li bayani hay'ati sahibihi. Hal sahibining, yani egisining hay'atini bayon qilish uchun so'zlanadigan ortiqcha sifat. Jaa Hamidun rakiban darajatahu. Hamid velosipedini mingan holatda keldi. Hamid velosipedini mingan holatda keldi. Demak, rakibandan bo'ldi, hal oldi. Ishtaraytu dajajata mazbuha. To'xoni bo'g'izlangan holatda sotib oldim. Hada ustazuna daxil al-fasl. Bu ustozimiz sinfga kirguchi bo'lgan holatda. Biz hal to'g'risida darsimizning 5-chi tushuntirgan, shunga bu yerda qayta takrorlamaymiz. Endi sahibul hal. Biz darsimizning 5-chi degandek sahibul hal imma fa'il. Fa'ilmi bo'la oladi? Ya'ni fa'ilmi sahibul hal bo'la oladi? Masalan, xarajat tullab min qa'atil imtihan masrurin. Chiqdi o'quvchilar imtihon zalidan xushal holatda. Masalan, masrurun zavarlik holatda. Hal degan zavarlik bo'lg'achqa zavarlik holati ya bilan masrurin deb keldi. Demak, bu yerda xushal holatda chiqdi. Kim o chiqqani? Xushal bo'lgani kim o? Mush xushal bo'lish degan holatning egasi kim o? O'quvchilar. O'quvchilar degan so'zning bu jumladagi o'rni nima? Fa'il. Xaraja degan fe'lning fa'ili. Endi sahibul hal naib fa'il bo'lalaydi. Ya'ni naib fa'ilmi sahibul hal bo'lib kelalaydi. Masalan, yu'kalul lahmu matbuhan.
go'sht pişirilgan haleti yiyildi desek, buradaki akala yakulu olsa, yedi yeydu. Yu'kelu olsa yiyildi, mechhul, uqumsiz şekli. Yu'kelu lahmu, yiyildi go'sht pişirilgan halette. Demek buradaki lahmu degan sahibul hal, biraz naib fa'il. Üçüncüsü, ya mef'ulun bihim bulalaydı. Yani mef'ulun bihim sahibul hal bulalaydı. Mesela işteraytul kitabe mucelleden. Tom kitap satı aldım. Yani kitabını tomluğun halette satı aldım. Buradaki kitap mef'ulun bih, şundakla mucelleden degen halının sahibi. İlgisi. Ve imma haber. Yani haber mu sahibul hal bulalaydı. Hâzel hilalu tali'an. Hâza hilal tali'an. Bu ay çıkan halette. Bu yerde eliflen bulmaslık gerek. Eski kaide boyunca. Hâzel hilalu. Hâzel hilalu desek bu yerdeki el hilal bedel olup kalıdı. Şuna bunu hâza hilalun tali'an yaki hâza tali'an hilalu dep keltiriş gerek. Hâza hem de bunu belki eliflerini keltirişideki sebep sahibi hal çok mühim buluş gerek. Ma'rifi buluş gerek degen kaidege asasına gelgen buluşu mümkün. Demek bu yerdeki tali'an degen hal hilalın nimesi oldu? Haleti. Hilal bir yerde haber. Demek haberin bulalaydı. Sahibul hal mubtada'ın bulalaydı. Mesela dakhaltu alel mudir, müdürün qaşığı kirdim ve indehu muderrisuna jalisen. Ve onun qaşıda o'qituvchimiz o'ltirgan holatda. O'ltirgan holatda degan bu halning egasi kim? O'qituvchimiz. O'qituvchimiz degan so'zning jumladagi tarkibi nima? Mubtada. Indehu xabar muqaddam, muderrisuna mubtada muakhar. Endi biz dersimizden başa tushundirgan el-aslu fi sahibul hal. Sahibul halda asli qoida, asli qoida degan gap. Sahibul haldagi qoida ma'rifi bo'lish. Ba'zida bo'ladi nakira, musawwir bir sig'diruvchini topgan vaqtda. Bu sig'diruvchi degan qaysi bir yerda? O sig'diruvchi 4 ish. Birincisi an tataqaddama alayha al-halu. Yani sahibul halga hal ilgilab qalsa, hal igistin ilgir kelsa cümlede. Mesela ca'ani sa'ilan talibun. Bana soğan halatda bir o'quvchi keldi desem, bu yerda soğan halatda kelgan ekan o'quvchi. Demek bu halatning igisi o'quvchi. Endi bu yerda taliban degan bu sahibul hal nakir keldi desa, mushuning o'xshash hal sahibul haldan ilgir kelgan vaqtida sahibul hal nakir kelsa bo'ladi. İkincisi sübət yoki izofat bilan xoslaşsa. Mesela ca'ani talibun muwazibun musta'dinan fil xuruj. Keldi bana bir muwazib degan gap darsga muqim qatnashadigan o'quvchi. Yani darsga muqim qatnashadigan o'quvchi chiqishga ruxsat so'rgan holatda keldi. Demak, qanday o'quvchi ekan bu? Muqim qatnashadigan. Talibun deganni sifatlab xosladik. Ca'ani tabibu asnanin mustaftiyan. Keldi bana tish doktori fatva so'rgan holatda. Demek bu yerdeki mustaftiyan fatva so'rgan holatda degan bu holatning egasi kim o? Doktor. Bu yerdeki doktorni biz sahibul hal dedik. Sahibul hal nakir bo'lib qoldi desa, bu muzab qilindi, xoslashdi deymiz. Tish doktori deb, doktor desak, hamma doktorni o'ziga oldi. Tish doktori, mal doktori. Ama tish doktori desak, buni xosladik. Demak, mushuning o'xshash xoslangan holatda sahibul hal nakir kasi bo'ladi. Üçüncüsü ayasbiqahu nefyun ev nehyun ev istifham. Onunla nefi yaki nehi yaki istifham ilgir bolsa. Ma ca'al yevma ahadun mutaakhiran. Bugün hiç kim kechikib kelmedi. Bugün hiç kim kechikib kelmedi. Demek bu cümledeki beşiqa ma degan nefi kelgachga ahadun degan sahibul hal nakir keldi. La yedhul ahadun qa'atal imtihan hamilan haqibatehu. Kirmusun hiç kim imtihan zaliga somkisini ko'targan holatda. Hamilan degan bu holatning sahibi ahad. Bu yerda nakir keldi. Nima uchun? Oldiga nahidin birisi ilgir kelganlik uchun. Aja'al yawma ahadun mutaakhiran. Bugun bir kishi kechikib keldimi? Bu yerda mutaakhiran degan holning sahibi ahadun nakir keldi. Nima uchun? Buning oldiga istifham kelganlik uchun. Demak, oldiga istifham nefi nehi kelib qolsa sahibul hal nakir kasi bo'ladi. Dördüncüsü en tekunel halu ba'dahu cümleten makruneten bil va. Yani hal o sahibul halden keyin
vav bilan birikkan jumla olsa, ya'ni hal sahibul haldan keyin keladi va vav bilan birikkan jumla olsa. Masalan, "Aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Yoki bir kanatga o'xshash kallazi bir kishiki o'tdi, bir kanatdan, bir shahardan o'tdi. U vahiya o shahar qanday shahar ekan? Vahiya khawiyatun. Mana bu vahiya degan bir xaviyat degan bir jumlani bo'ldi bu yerda hal bo'ldi. O vayron qilingan bir shahar, vayron qilingan holatdagi bir shahardan o'tdi. Demak bu yerdagi hal qariya degan sahibul haldan keyin keldi, vav bilan birikib keldi. Demak hal sahibul haldan keyin kelib, vav bilan birikib kelgan bo'lsa, sahibul hal nakirkasi bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qariya degan sahibul hal nakira keldi deymiz. Endi mush 4 sabab bilan sahibul hal nakirkasi bo'ladi dedik. Bu 4 sabab tepilmagan taqdirda sahibul hal nakirkasi bo'lmamdi deganda ba'zida keladi hal nakira keladi. Bila musawwigh sahibul hal demakchi. Ba'zida keladi sahibul hal nakiradan keladi bila musawwigh. Yuqoriqi 4 issiz, 4 ish kelmagan ahvolda ba'zida nakira kelib qolgan ahvollar bor. Xuddi hadisdagidek sonlar namoz o'qidi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qoidan o'ltirgan holatda. Va solla va namoz o'qidi uning keyindagi kishilar rijalun, uning keyinda rijalun kishilar qiyoman o'ltirgan holatda. O'ltirgan holatda degan bu holatning egasi kim? Rijalun. Rijalun bu yerda nakira bu ma'rif bu nakira. Demak bu yerdagi rijalunningki nakira kelishningki sababi yo'q. Yuqoriga 4 sababga tushmaydi bu. Shundaq hech qanday sabab bo'lmagan ahvolda ba'zida sahibul hal nakira kelib qolgan ahvollar bor. Hamda hal mufrat so'zmi bo'ladi, rakiban, dahikan deganga o'xshash jumlami bo'ladi. Hal jumla bo'lsa qanday bo'ladi deganda, qad takunul hal jumla ismiya aw fi'liya. Ba'zida hal jumla ismiya yoki jumla fi'liya bo'ladi. Masalan, jalastu astami'u ila tilawatil Qur'an. Qur'on tilovatiga quloq silib, quloq solgan holatda o'ltirdim. Radiodan Qur'on Karim tilovatiga quloq solgan holda o'ltirdim. Demak bu yerdagi astami'u ila tilovatil Qur'on degan bir butun jumla holat bo'ladi. Tu o'ltirdim men degandan keyin holati bo'ladi. Demak bu yerda jumla fi'liya holat bo'ldi. Iltahaqtu bil jami'ati wa qad takharraja akhi. Universitetga qarindishim bitirgan holatda men qo'shildim. Qarindishim universitetni bitirgan holatda men universitetga qo'shildim. Demak, vaqat taxaraja degan bir butun jumla, vaqat taxaraja degan bu jumla tu degan iltihaqtu qo'shildim men degandan keyin holati bo'ladi. Uchinchisi hafiztul Qur'ana va ana sag'ir. Qur'onni men kichik holatimda yodladim. Ya'ni va ana degan bu va ana sag'ir degan bu jumla ismiya yodildim menning holati bo'ladi. Ja'al jarihu damuhu yatadaffaq. Yardar qini iqvatgan holat keldi. Demak, damuhu yatadaffaq degan bu uning qini iqvatgan holatda. Yatadaffaq degan bu fe'lning bo'ladi, holat bo'ldi. Ya'ni fe'l degan jumlaga tabi. Jumla holat bo'ldi. Tashtamilu al-halu al-jumla ala rabitin yarbatuha sahibuha. Diqqat ha. O'z ichiga oladi jumla bir rabitni bog'liq uchun o'z ichiga oladi. U hal bilan sahibini bog'laydigan. Chuqum hal jumlaga vaqtida hal bilan sahibul halni bog'laydigan bir rabit bog'liq uchun o'z ichiga oladi. Bu bog'liq uchun qanday bog'liq uchun deganda var rabit bog'liq uchun birinchidan ya domir yalg'iz holatda domir bog'liq uchun bo'lib keladi. Masalan, vaja'u abahum asha'an yabkun. Keldi ular dadillarga kechlikda yig'ilgan holat keldi. Demak bu holat yabkun degan bu fe'lni bo'ldi bu yerda hal oldi. Hal oldi. Demak bu fe'l degan jumla dedik. Bu jumla hal oldi. Endi bu jumla o'z ichiga olgan robit qaysi? O'zi bilan sahibul halni bog'laydigan robit qaysi desa, yabkunadagi vo. Mush vo degan mush domir yalg'iz holatda vaja'u keldi ular deganki sahibul halni qana qiladi? Bog'laydi. İkincisi va imma al-vav wahda. Vo yalg'iz holatda bog'lovchi bo'ladi. Masalan, wasaltu ila Makkata wash-shamsu taghrub.
Mekke'ye kun petivatkan haletde geldim. Hem de dedik ve şemsu tağrub degen bu cümlenin buldu hal oldu. Bu halilen vasaltu degen bu sahibul halni, tu degen sahibul hal nime bağlap berdi? Bu yalğız halette bağlap berdi. Üçüncüsü vo ve zamir billa halette bağlap berdiğinde hallam bu. Haracu min diyarihim. Çıktı ula yurtlarından ve hum ulufun. Ula mınlıgan halette. Mınlıgan halette. Qarаңlar. Ve hum degen ikisi qoşulap nima qilib berdi? Bağlap berdi. Hallen sahibul hal otursun bağlap berdi. Hem de sizler bunu düşüngen bolsanglar, istahric mined-ders ma varada fihi min emsiletil hal deydi. Derstin halının misallarını çıkarın. Derste kelgen halının misallarını çıkarısızlar. Çıkarısızlar, şundaqla sahibul halını tapsızlar. Dördüncüsü, tüvendikidin halini ve onun sahibul halini muayyenleştirin deydi. Birincisi, dakhaltul musteşfa maridan ve kharajtu minha muafen. Doktorxanaga kesel halda kirip, onundan saqaygan halatda çıktım Allah'a şükür. Nayet uçqa bunundaki hal qaysi, sahibi qaysi. Hal maridan, sahibi dakhaltu'daki tu, men şunda o. Muafen hal tu, sahibul hal. Şunu oxşaş tapsanlar buldu. Qalan özünü tapsınlar, men tercüme qilib beraman. Uhibbul lahma ve meşviyen. Kebab qılingan, yani otqa qaqlangan go'shtni yaxshi ko'raman. Yani go'shtni otqa qaqlangan holat yaxshi ko'raman. Biliqni yog'da pishirilgan holat yaxshi ko'raman. Tuxumni suvda pishirilgan holat yaxshi ko'raman. Masluq degan gap suvda pishirilgan. Maza qala lakal mudarrisu mushiran bi yadihi ilayya? O'qituvchi sana qo'lini menga ishorat qilgan holatda nima dedi? Malaka hazinan. Sana nima bo'ldi? G'amkin holatda, ya'ni g'amkin holatda ko'rinsa sana nima bo'ldi? Ja'atni tiflatu bakiyan wa raja'at dahikatan. Bala menga yig'ilgan holatda kelib, kulgan holatda qaytdi. Qabaltu akhawati raji'atin min al-madrasa. Qiz qarindoshlarim bilan maktabdan qaytgan holatda uchrashdim. Kallamanil mudarrisu mashiyayn. Gap qildi menga o'qituvchi mashiyayn. Ikkilimiz mangan holatda. Mashiyan bo'lgan bo'lsam, u o'qituvchi mangan holatda bo'ladi. Mashiyayn bo'lsa ikkilimiz, ya'ni ikkilimiz mangan holatda o'qituvchi menga gap qildi. Amawzunan yuba'u at-tamru am makilan. Xurma janlib setlamdı. Yuba'u am makilan yoki kamchilinib setlamdı. Lima sallayta qa'idan. Nimishqa o'ltirgan holatda namoz o'qiysiz? Haula'i abna'i kharijina min al-bayt. Avla uydan chiqayotgan holatdagisi, avning bolalarim uydan chiqayotgan holatda. Hamidun mufradan aqwa min a'da'ihi mujtami'in. Hamid yalğız holatda kuchlik düşmanlaridan toplangan holatda. Ya'ni toplangan holatdagi düşmanlaridan o'zi yalğız holatda kuchlik. Arakibina ji'tum ammashin. Ularga mingan holatda keldinglarmi yoki minib kelding? Mangan holatda keldinglarmi? Demak, buningdagi hal va sahibul hal tafsili. Oxiridagi Alloh taolaning so'zi: "Va ma xalaqnas samaa val arda va ma baynahuma la'ibin." Osmon va zaminni va uning o'rtasidagi narsani o'ynagan holatda yaratmadik. O'ynagan, bakachilikni yaratmadik. Beşincisi akmilil cümletel atiye. Tüvendeki kamyonun tuluqlaysizlar. Nim bilan bivad'il halil varidati fil misal. Misalda kelgan holni qo'yish bilan fil amakinil xaliya, bosh o'ringa. Ba'da taghyiriha litunasiba sahibaha. Uni sahibiga munosiblashtirish uchun o'zgartib bo'lgandan keyin, ya'ni isimiz do'suna hol sahibi bilan mos kelish kerak. Qoziyati mos keladi. Ilmen bilgan holatda jazman hal mas keladi sahibiga birlikda, ya'ni sonda mas keladi. Sahibi birlik bo'lsa, halmi birlik holatda keladi. Ikkilik bo'lsa, ikkilik, ko'plik bo'lsa, ko'plik keladi. Va fit tazkir va ta'nis. Jinsda birlik mas keladi. Sahibul hal erlik bo'lsa, halmi erlik, ayollik bo'lsa, halmi ayollik. Masalan, dakhala at-talibu qa'atal imtihan khaifan.
o'quvchi imtihon zaliga qo'rqqan holatda kirdi. Talib erlik birlik bo'lg'achqa xoifan erlik birlik keldi. Mushu xoifan deganni qo'yib, tuvandagi 3 bo'sh o'rin to'shqizimiz. Dakhalat tullabu qa'atal imtihan nima deymiz? Xoifin deymiz. Asli xoifun hal zivar o'qilg'achqa xoifin ya bilan keladi. Chunki o tullab ko'plik bo'lg'achqa ko'plik keladi. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihan qiz o'quvchi imtihon zaliga qanday holat kirdi? Xoifatan oxiri tan o'qishimiz. Dakhalatit talibatu qa'atal imtihan xoifatin. Chunki mamnu min asrabda zavarlik zir bilan bo'ladi. 6-si tuvandagi jumlatul haliyani muayyanlashtiring va onundan her birisidagi rabit bog'lig'uvchini so'zlanadi. Endi tuvandagi misollarning hammasida hal jumla bo'lib keladi. Diqqat. Hal jumla bo'lib kelgan vaqtda hal bilan sohibining halining o'rtasini bog'laydigan bir bog'lanchiga ehtiyojliq bo'ladi degan. Demak, tuvandagi jumlaning hammasida hal jumla. Shu jumladagi halni topsizlar. Hal bilan sohibining halining o'rtasini bog'lagan bog'lig'uvchini topsizlar. Masalan, hajjatu va ana sag'ir. Haj qildim men kichik holatimda. Kichik holatimda. Demak, bu yerda Svana sag'ir degan bu jumlaning bo'ldi, hal bo'ldi. Ammo mushu jumla qaysi so'z bog'lab berdi? Domir bilan vo ikkisi billa holat bog'lab berdi. Vo ana. Bu yerdagi men kichik holatimda. Asli holat qaysi? Kichik. Vo bilan ana kelib qanday qilib berdi? Bog'lab berdi. La taqrabus salata wa antum sukara. Sizlar mas holatda namozga qilishmang. Wa antum bu yerda vo bilan domir bog'lab berdi. Kharajna netenezzehahu dedi. Yani oynash uchun, ko'ngil uchun chiqdik deydi. Chiqdik biz netenezzehahu. Ko'ngil ochgan holatda qanday qildik? Chiqdik deydi. Demak, bu yerdagi na degan sohibul halga netenezzeh degan bu halni bog'lab bergan narsa nima? Yolg'iz domir. Yolg'iz domir. 4-si vasalat tabibu va qad matal jarih. Doktor yerda ulab ketgan holatda yetib keldi. Doktor yerda ulab ketgan holatda yetib keldi. Demak, bu yerda bog'lab bergan qaysi? Vo. Qolganini anglashib boqamiz. Jalasatit talibatu yaktubnal vajibat. O'quvchilar topshiriq ishlagan holatda o'ltadi. Demak, yaktubna degan bu hal bilan at-taliba degan sohibul halni bog'lab bergan narsa nima? 6-si dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya eyyuhan nas ey xaloyiqlar afshus salam salomni taqdiringlar salam qilinglar va at'imut ta'am tamoq beringlar wasilul arham tuqqandochilikni ulanglar wasallu bil layli wan nas niyam kechalari namoz o'qinglar kishilar uxlayotgan holatda. Demak, bu yerdagi an-nas niyam degan bu jumla holni sohibul halga bog'lab bergan narsa nima? Sahibul hal qaysi? Avval man topsizlar. Kishilar uxlayotgan holatda sizlar qanday qilinglar namoz o'qinglar. 7-si yaqulu kullu talib har bir o'quvchi deydi jalastu aqra, jalastu aktub, jalastu al'ab deb shundaq bir jumla tuzaydi. Ya'ni jalastu aqra bo'lsa o'qigan holatda o'ltirdim. Jalastu aktub yozgan holatda o'ltirdim. Jalastu al'ab o'ynagan holatda o'ltirdim. Demak, buning hammasidagi fe'llarning bo'ladi hol. 8-si Fatihan fahu vel mautu nahvaka yahvi fatihan fahu deb tekstimizda bir shirk chiqdi. Ig'izni ochgan holatda. Bu yerga fu ig'iz degan gap shunda, bu asmaul xamsalarning qatori. Asmaul xamsa degan qanday ismti? Pashki va bilan zivrliki alif bilan zirliki ya bilan. Deysiz fuhu sag'ir, uning og'zi kichik deysiz. Bu yerga fuhu deb va bilan keldi, mubtada bo'lganlik uchun. İftah fake deysiz. Ağzını aç. Bu yerdeki fake deb eli bilan keldi, mef'ulun bih bo'lganlik uchun. Deysiz yaqulu bi fayhi ma laysa fi qalbihi. Deydi ig'zi bilan qalbidagi yo'q narsani. Qalbida emas narsani ig'iz deydi. Bu yerdeki bi fayhi deb ya bilan keldi, harfi jar kelganlik uchun zirlik o'rnida ya bilan keladi deymiz. 9-si la'iba. Bu la'ibun, la'iba yal'abun chiqqan masdar. La'ibun. Qaysi o'lchamda? Fa'ilun o'lchamida. Endi
Kezebe, dahik yani fa'ilun ölçümüde masdar çıkarıyor deydi. Bu asan. Bu sizlar qap qoldi. 10-si hava afsha mudorisini keltirgan. Hava degan gap tiz ma'ni degan gap, ha. Afsha degan gap tarqatdi. Beytninki köplikini keltirgan. Öydeki beyt emasa bi ma'na beyt shi'r. Şi'r ma'nosidagi beytni. Famninki köplikini keltirgan. Ig'izda famma ig'iz, fuma ig'iz. 12-si arhamning birligini keltirgan, sukaroning birligini keltirgan. Arham degan tuqqandochilik, sukaro masla. 13-si niyam degan naimun va naima. Uxlag'uvchi er va uxlag'uvchi ayolning ko'pligi. Niyam. Xuddi qoim va qoimaning ko'pligi qiyom chiqqanga o'xshash. Alloh taolo allazina yazkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim. Allohni urtug'an, o'ltug'an holatda va ala junubihim va yelinayotgan holatda eslaydi ular. Demak, qu'udan, qiyoman hammasi holat. Badiki qu'ud qoidninki va qoidaninki ko'pligi hadisdagi. Hadisda keldi. Xaraja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa iza nisvatun julusun. Chiqdi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fa iza demak fujaiya. Qarg'udak bo'lsa ayollar o'ltiruqliq. Demak, julus qu'ud o'lchimida chiqqan ko'plik. O'ltirg'uchi deganga o'xshash. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.